Assalomu alaykum. Hozir biz Andijon viloyati Buloqboshi tumani Shirmonbuloq MFdagi 10-37 va 10-41 konturlardamiz. Ikkalasi yonma-yon joylashgan, ikkalasini markazidaman. Hop. Bu yerda ham sarimsoq piyoz ekilgan maydonga. Maydonimizda hajmi ikkalasi birgalikda 10 gektar. 10 gektar tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlarimizga yetish to'liq muddati 270-280 kun atrofida berilyapti. Hop, dehqonlar bilan gaplashilganda bu yerda 60 ta dehqonga bo'lib berilgan. Bu yerdagi konturimiz o'rtacha 15 sotikdan, undan tashqari 10 sotik, 20 sotikli yerlar ham bor. Hozir bu yerda mana ishlar jadal olib borilyapti. Mana dehqonlarimiz shu yerda ishlashyapti. Tashkil qilib, dori sepish jarayonlari ketyapti. Mana hop, ishlashyapti. Ekinimiz deyarli tayyor holatda. Bu konturimizga kooperativ biriktirilgan Shirmonbuloq ko'hna zamini ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Bu konturimiz bo'yicha ham har bir gektaridan 10 tonnadan hosil kutyapmiz hozirda. Dehqonlarimiz bilan birgalikda общий 10 gektar maydondan 100 tonna hosil kutyapmiz. Hop. Shunda har bitta dehqonimiz taxminiy daromadi 33,5 million so'mdan daromad kutyapmiz. Hisob kitoblarimizga ko'ra taxminiy daromadi. Hop. Yaxshi holatda dorilar sachib dehqonlarimiz ishlayapti mana. Konturimiz chegarasi